Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov vafot etdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov 88 yoshida vafot etdi. U Maysaraning ishi, Boy ila xizmatchi, Alisher Navoiy, Oq kema kabi spektakllarni sahnalashtirgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Mansur Ravshanov 88 yoshida vafot etdi deya xabar bermoqda Madaniyat vazirligi. Mansur Temirovich Ravshanov 1937-yilning 4-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilgan. 1961-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tugatgan. Mansur Ravshanov Surxondaryo viloyati musiqali drama teatrida avval aktyor, keyinchalik rejissyor, bosh rejissyor bo'lib ishlagan. Surxondaryo viloyati Qo'g'irchoq teatrining vujudga kelishiga katta hissa qo'shgan. Keyinchalik Qashqadaryo viloyati musiqali drama teatrida bosh rejissyor sifatida faoliyat yuritgan. U Alpomish, Boy ila xizmatchi, Maysaraning ishi, Jononga bordim, bir kecha, Alisher Navoiy, Parvona, Nurxon, Ajab savdolar, Kelinlar qo'zg'oloni, O'z arizasiga ko'ra, Makr va muhabbat, Momo yer, Oq kema, Kelin va kuyov, Amir Temur va Yildirim Bayazid, Alpomishning qaytishi kabi spektakllarni sahnalashtirgan. Bizni kuzatishda davom eting. Eng so'nggi xabarlarni bizning kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Sizlarning e'tiboringizga Instagram olamida bo'layotgan shov-shuvli eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola etib qolamiz. Hozirgi kecha va kunduzda tarqalayotgan xabarlar. Abbos Xo'janing jahli chiqdi. Ya'ni Rayyan Svet nomi bilan mashhur bo'lgan bloger unga shunday yozib qoldirgan edi o'z Instagram sahifasida Abbos Xo'jani belgilab: "Manam kesib montaj qila olaman. Sizlarga o'xshab suhbatimiz davomida ko'p gaplar bo'ldi. Ayol kishiga fitna qilish siz erkaklar jamoasiga qolibdi. Uyalilar. Mana bu mavzuga nuqta qo'ydim" deya yozib qoldirgan. Ammo Abbos Xo'ja ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlardan juda ko'p jahli chiqqanligi va bunga iltimos qilaman, meni gapirib chiqmanglar, bo'ldi qilinglar. Nega men yomonman? Aybim bolnitsaga ko'rgani bormaganimmi? Bormaslik meni ishim-ku. Shuncha bo'ldim yonimda. Nima qilib beray, yana aytinglar, nima qilay? Meni gapirayotganlar, meni tanimasdan kimni gapiga kirib yomon otliq qildingiz? Hammasiga javob bering va men tinchiyman deya Abbos Xo'ja o'z Instagram sahifasida yozib qoldirgan va bularga javoban Abbos Xo'jani jahli chiqqandan so'ng men bugun barchasiga nuqta qo'yaman va oydinlik kiritaman. Men Niholaga ham, Kokoshga ham va Jasminga ham hech qanday yomonligim tegmagan. Foydam tekkan bo'lsa tekkan, ammo hech kimga ziyonim tegmagan. Men bu narsani barchasini bugun ochiqlayman deya o'z Instagram sahifasida o'zi istoriya qilib qo'ygan edi. Endi biz bu yog'ida nimalar bo'layotgani va nima xabarlarga to'xtalganini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Faqatgina biz Kokoshga sog' salomatlik tilab qolamiz. Oradagi munosabatlarga chek qo'yib, barchasi do'stlik bilan yakun topishining tarafdorimiz.